Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi mavzumiz 95-mavzu sonning ulushini topish. Demak, sonning ulushini topishni o'rganar ekanmiz. Birinchi misol. Madina uzunligi 16 cm bo'lgan bir nechta qog'oz tasmalar tayyorladi. U har bir tasmaning berilgan qismini kesib olishi kerak. Madina qolgan qismini uzunligi qanday hisoblagan bo'lishi mumkin? Xo'p. Demak, birinchi tasmamiz 8 bo'lakka bo'linyapti. 8 dan bir qismini olish kerak. Qolgan 8 dan 7 qismi 14 ekan. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'lsa, har bir qismi nechidan bo'ladi? 14 ni bo'laman 7 ga. Ya'ni 2 dan bo'lar ekan hammasi. Endi mana bu qolgani ham 2 bo'ladimi unda? Birinchisi chiqdi. Ikkinchisi 3 bo'lagi 12 cm ekan. Demak, bir bo'lagi 4 cm dan bo'ladigan bo'lsa, bunisiga ham 4 qoladi. Keyingisi mana bu bo'lak 8 ekan. Demak, bu bo'lak ham o'zidan 8 ga teng bo'ladi. Chunki 2 dan 1 qismi shunga teng deyapti. Demak, qolgan 2 dan 1 qismi mana bunga teng bo'lar ekan. 2. Daftaringizda uzunligi 12 cm bo'lgan 3 ta tasma chizing. Birinchi tasmaning 2 dan 1 qismini bo'yang. Xo'p, mana tasma mana 2 dan 1 qismi. Demak, 2 dan 1 qismi degan uni teng 2 ga bo'l degani. O'zi 6 bo'lib qoladimi? 6 dan bo'lib qoladi. Demak, 12 ni 2 ga bo'lib 1 ga ko'paytiryapmiz. Natija 6 cm bo'lyapti. Keyingisi 3 bo'lakka bo'ling, ya'ni 12 ni bo'ling 3 ga ko'paytiring 1 ga. 4 cm dan bo'ladi. Keyingisi 3-tasmaning 4 dan 1 qismini toping. 12 ni 4 ga bo'lib 1 ga ko'paytiring deyapti. Ya'ni 3 cm dan bo'lar ekan. 3-misol, to'g'ri to'rtburchakning yuzi 48 cm kvadratga teng. Bo'yalgan qismining yuzini toping. Bu qismni butunning ulushi sifatida yozing. Xo'p. Birinchi to'g'ri to'rtburchagimizni qarasak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta qismga bo'linyapti. Demak, hamma to'rtburchakning yuzi 48 bo'ladigan bo'lsa, bittasini topish uchun 48 ni bo'lamiz 9 ga. 48 taqsim 9 cm kvadratga teng bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi bu qismni butun 3 qismga bo'linyapti. 48 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam, 16 cm kvadratdan bo'lyapti. Demak, mana bu yuzi 16 cm kvadratga teng. Keyingisi 2 bo'lakka bo'ling deyapti. 48 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, 24 cm kvadratdan bo'ladi. Keyingisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Demak, 48 cm kvadratni bo'laman 18 ga. Bitta bo'yalgan qismining yuzi mana shunga teng bo'lar ekan. Birinchisini butunni 9 dan 1 qismi desak bo'laveradi. Keyingisi 3 bo'lakka bo'linyapti, bittasi bo'yalyapti, ya'ni 3 dan 1. Keyingisi 2 bo'lakka bo'linyapti, bittasi bo'yalyapti. Va undan keyingisi 18 ga bo'linib, bittasi bo'yalyapti. 4-si ifodalar tuzing va ularning qiymatini hisoblang. Sinfda 36 nafar o'quvchi bor. O'quvchilarning yarmi qizlar. Ya'ni 36 ni 2 ga bo'lib qo'ysak, 18 ta qizlar ekan. B sharti o'quvchilarning 3 dan 1 matematik fokuslar tayyorlangan. 3 dan 1. Necha nafar o'quvchi matematik fokuslar tayyorlagan? 3 dan 1 deyaptimi? 36 ni 3 ga bo'lib 1 ga ko'paytir deyapti. Ya'ni 12 nafari fokus tayyorlabdi. D shartida o'quvchilarning chorak qismi tanga bilan fokus ko'rsata oladi. Chorak qismi degani 4 dan 1 qismi. 36 ni 4 ga bo'lib 1 ga ko'paytir deyapti. Ya'ni 9 tasi tanga bilan fokus ko'rsata olar ekan. Keyingisi o'quvchilarning 9 dan 1 qismi arqon bilan fokus ko'rsatadi. 9 dan 1 qismi degani 9 ga bo'lib 1 ga ko'paytiramiz, ya'ni 4 ta. 4 tasi arqon bilan fokus ko'rsata olar ekan. 5-misol, sirkdagi tomosha 12:30 da boshlanib 2 soat va 20 minut davom etdi. Tomosha soat nechida tugagan? 2 soatda tugasa 14:30 bo'lardi. Unga yana 20 minut qo'shadigan bo'lsak, 14:50 da tugar ekan.
Oltinchisi, matematik fokusni sirini toping. Istalgan sonni o'ylang. Mana o'yladim. Bu sonni 3 ga ko'paytiring. Ko'paytmaga 12 ni qo'shing. Yig'indini 3 ga bo'ling. Xo'p, mana 3 ga bo'ldim. Bo'linmadan o'ylagan soningizni ayiring. X ni o'ylagandim, X ni ayirdim. Natija 4 chiqdi. Mana tenglamasi hosil bo'ldi. Mana shu tenglamani yechib qo'ysak, masala hal. Demak, X ni o'ng tarafga o'tkazib oladigan bo'lsam, X kara 3 qo'shamiz 12 bo'lamiz 3 barobar 4 qo'shamiz X. Endi X 3x qo'shilgan 12 barobar bo'ladi. 3 ni bu yoqqa ko'paytma qilib o'tkazib yuborsam 4 plus x ko'paytirilgan 3. 3x qo'shamiz 12 barobar 3 ni taqsimot qonunidan foydalanib har biriga ko'paytirib chiqaman. 4 kara 3 12, buni ko'paytirsam 3x. Mana haqiqatan ham to'g'ri ekan. Endi bitta son o'ylab ko'ramiz. Men 2 ni o'ylay, 3 ga ko'paytiraman. 6, 6 ga 12 ni qo'shaman, 18. 18 ni 3 ga bo'lsam 6. 6 dan o'ylagan sonim 2 edi, ayirib yuborsam natija 4. Mana fokusni siri ochildi. 7 geometrik fokus. Daftar varag'ini bitta odam sig'adigan qilib qirqa olasizmi? Buni o'zingiz qilib ko'rasiz. 8. Ifodalarni solishtiring. 732 ni 6 ga bo'lsak, 372 ni 6 ga bo'lamiz. Xo'p, ikkalasi ham bir xil songa bo'linyaptimi? Demak, kattaroq sonimizning natijasi kattaroq chiqadi. Keyingisi 665 ni 5 ga bo'lyapmiz, 665 ni 7 ga. Masalan, kichkinaroq sonda sinab ko'radigan bo'lsak, 20 ni 4 ga bo'lsam 5 chiqadi, 20 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsam 2 chiqadi. Demak, kattaroq songa bo'lsam kichkina son chiqar ekan. Demak, kichkina songa bo'lingan tarafi katta bo'lar ekan. Keyingisi 308 ni 7 ga bo'lyapti ekan, bu tarafda ko'paytiryapti. Albatta, ko'paytirganda natija kattaroq chiqadi. Mana shunaqa qilib hisoblamasdan natijani topsa bo'laveradi. Keyingisida chap tarafi ham 726 ga 139 qo'shilyapti, o'ng tarafda ham qo'shilyapti. Faqat o'rin almashib qolyapti xolos. Bunda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Demak, natija teng bo'ladi. Keyingisida 805 ga 421 ni 422 ga 806 ni qo'shyapti. Xo'p, bunda 805 bilan 806 bu taraf bittaga katta bo'lyapti. 420 bilan 422 bu taraf yana bittaga katta bo'lyapti. Demak, natija o'ng taraf katta bo'lar ekan. Keyingisi 142 ga 131, 142 dan 131. Xo'p, qo'shganimizda sonimiz kattaroq chiqadi, ayirganimizga nisbatan. Demak, bu taraf katta bo'lar ekan. 9. Grafik modeldan foydalanib tenglama tuzing. Mana bu maydonimiz 5809 ekan. Hammasi 5909 edi. Mana bu joyni topish uchun 6909 dan 5809 ni ayiramiz. Natija 1100 ga teng bo'ladi. 1100 millimetr kvadrat. Xo'p, endi 4 ta y-imiz teng ekan 1100 ga. Bu yerdan y ni topish uchun 1100 ni bo'lamiz 4 ga, ya'ni y barobar 275 millimetr kvadratga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana bu yuzamiz 7623, umumiy yuza bunga teng. Bu qolgan yuzani topish uchun 13083 dan ayirishim kerak 7623 ni. Natija 5460 millimetr kvadratga teng bo'ladi. Bu teng ekan 1 2 3 4 5 6 7 ta x ga. 7x barobar 5460, x ni topish uchun 5460 ni bo'laman 7 ga. X barobar 780 millimetr kvadratga teng bo'ladi. Xo'p, 10-misol. Matematik fokusni sirini toping. 1 dan 9 gacha istalgan sonni o'ylang. Masalan, 5. Xayolda bu sonni davomiga yana shunday ikkita raqam yozing. Mana 5. Hosil bo'lgan sonni 3 ga bo'ling. 185 ga teng chiqadi. Bo'linmani
37 ga bo'ling. Natijada yana 5 hosil bo'ladi. Haqiqatan ham bu siz o'ylagan sonning o'zi 5 chiqdi. 11. Amallar tartibiga rioya qilib isbotlang. Hisoblang. Fokus so'zini yana qanday atash mumkin? Xo'p. Qavslarning ichini birinchi bajaradigan bo'lsak, 32 ni ko'paytiraman 5 ga. 160. Birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish, 4, 5, 6, 7, 8 bo'ladi. Hop, birinchi ishimiz 160. 160 ga 8765 ni qo'shsam, $8925. Demak, birinchi harfimiz I bo'ldi. Keyingisi L ga to'g'ri kelyapti. Uchinchi ishimiz 8925 ni bo'laman 3 ga. 2975 bo'ladi. Bu yana L harfiga to'g'ri kelyapti. To'rtinchi ishimiz 24400 ni bo'laman 4 ga. 6100 U harfiga to'g'ri kelyapti. Yana natijani 100 ga bo'ladigan bo'lsam 61 Z harfiga to'g'ri kelyapti. Endi 6-chi ishim mana shu 61 ga qo'shaman. 3-chi ishning natijasini, ya'ni 2975 ni 3036 I harfiga to'g'ri kelyapti. Xo'p, natijadan ayrimiz 2900 ni 136 Y harfi va 64 ni qo'shadigan bo'lsam, natija 200 bo'lyapti. Ya'ni illyuziya so'zi chiqar ekan. Fokus so'zini yana bir ma'nosi illyuziya ekan. 12. Majlislar zalida har birida 45 tadan o'rindiq bo'lgan 18 ta qator bor. 276 ta o'rindiqqa tomoshabin kelib o'tirgan. Yana qancha bo'sh o'rindiq qolgan? Xo'p, nechta joy borligini avval topib oladigan bo'lsam, 45 ni ko'paytiraman 18 ga. 810 bo'ladi. Bundan 276 tasida tomoshabin bor ekan. 810 dan 276 ni ayirib qo'yamiz. 534. Demak, zalda 534 ta bo'sh o'rindiq bor ekan.